Assalamualaikum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi ko'rsatuvimiz 4-mikrorayon 18-son maktabning yonida 2 xonali kvartirani sotib ochildi. 4 etajli domning 3-chi etajida 2 xonali kvartirani sotib ochildi. Mestasini umuman gap yo'q. Domimizning 3-chi etajida 2 xonali kvartirani chiqdi. Qanasi ichkari qismi bilan tanishib ko'rishib chiqsak. Neyse 3-cü etajımızdan çıktık. Her etajda 2 xo'jalikdan ekan. O'rta podezda 2 xonali kvartirani sotib ochildi. Yan taraf spalni. Spalnisi. Ayaqtidagi g'alla, kir mashin hamma o'zi qoladi. 4 etajli domning 3-cü etajında o'rta podezda kir mashinalari. Yan taraf kladovka ketib qo'yibdilar. Yan taraf sanuzel. Rakovnasi bu yerda joylashgan. Yan taraf zali, kondisioner va televizor, perdeler, pastdagi g'alla hamma vaji qoladi. Joyimiz ikkilamchi kredit asosida sotiladi. Yan taraf sanuzel. Yan tarafining o'tirish uchun joy yasab qo'yibdilar. Kuxni balkon tarafiga chiqqan. Yan tarafining kuxnimiz gaz plita. Joyimiz ataplenalar ham bor. Kotellar yanib turibdi. Gaz, suv, svetda umuman problemasi yo'q. Yan tarafining balkon tarafi defa full etib qo'yibdilar. Joyimizning bahosi 330 million so'm. Üstüne yeni gelişildi. O da kalasa. İkilemci kredi asasından satılacağımız. Dokumentinde üzerimiz yardımlaşamız. Sağ olun, selamet olun. Kanala abone olun, yaddan çıkmaz.